Sizlar aytyapsizlar, bo'yning tushib qoldi, trenirovka qilgin, palon qilgin, piston qilgin, kommentariyaga kirsang, u degan, bu degan. Xudo xolasa, nima desam bo'ladi? Men dekabrda xudo xolasa urushaman. Inshaalloh o'shanda Allohning izmi bilan xudo xolasa yuzim yorug' bo'lsin inshaalloh, katta gapirmaymiz. Yutganimdan keyin hammalar bilan xudo xolasa gaplashib olaveramiz. Ana keyin sizlar fikrlaringiz sirasi o'zgaradi. Siz o'zi zo'r edingiz, siz dahshat edingiz, biz sizni bilar edik. Shunday darajada erishishingizni. Bir oyda 17 kilo vес tashlayapman, bir oyda. 70 kilo qilishimiz kerak ekan, undan oshig'iga kamarga bo'y bermas ekan agar. Bilasizlarmi, men qanday darajada vес tashlaganman aytdi. Men qilgan formamni, hali aytadi-ku, odamlar bo'lmaydi, qo'ldan kelmaydi, mana bunaqangi bo'ladi deydiganlarga ham men o'zimchi, o'zimning formamni ko'rib действительно hayron qoldim-da. Men sparinglarga bordim. Даже ballar kelmaydi sparingga. Borku 7 ta 8 ta bala bilan sparing qilaman. 5 minutni to'xtamasdan sparing qilib o'tkazaman. Shu darajada tayyorgarlik ko'rgandim. Sizlarga men kuchli joyimni, qanaqangi tayyorgarlik bo'lganini bo'yda ko'rsatib bera olmadim. Revanch masalasini gaplashyapmiz. Xudo xolasa hozir Sayat endi yutgandan keyin Sayat aytayaptiki, burnimni operatsiya qildiryapman. Burnimni operatsiya qildirganimdan keyin, yangi yildan keyin erta bahorlarga urushaman. Hozir urushalmayman men, burnim nima, operatsiya qilishim kerak dedi. Shunga o'ylab qoldik endi. Dekabrda kimi bersa inshaalloh endi urushaveramiz, xudo xolasa.